Bugun gap juda jiddiy. So'mni tashlaymizmi? Pul islohoti bo'ladimi? Bankdagi omonatlarimiz yevroga o'tadimi? Narxlar yana sakraydimi? Oxirgi kunlarda Markaziy bank yevro kursi, valyuta siyosati va pul almashadi degan gaplar odamlarni xavotirga solyapti. Men bugun shu mavzuni mutaxassis sifatida oddiy tilda aniq misollar bilan tushuntirib beraman. Bu ma'lumot har bir oilaga, har bir tadbirkorga, kredit to'layotganlarga, chet eldan pul oladiganlarga va jamg'armasi bor insonlarga bevosita tegishli. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bitta noto'g'ri qaror sizga millionlab so'm zarar keltirishi mumkin. Kanalga ho'zroq obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday mavzularda vahamaga emas, aniq hisob-kitobga tayanish kerak. Avvalo eng katta savolga javob beraman. O'zbekiston so'mdan voz kechyaptimi? Yo'q. Bunday rasmiy qaror yo'q. Milliy valyuta so'm bo'lib qoladi. Ish haqi, pensiya, soliq, ichki savdo, kommunal to'lovlar va davlat byudjeti hisob-kitoblari so'mda yuritiladi. Markaziy bankning vazifasi ham aynan milliy valyuta barqarorligini ta'minlash, inflyatsiyani nazorat qilish va bank tizimida ishonchni saqlashdan iborat. Lekin odamlar nega xavotirda? Chunki valyuta kursi o'zgaradi. Yevro va dollar narxi ko'tarilib tushadi. Bozorda esa har qanday kurs o'zgarishi pul islohoti bo'larkan, eski pullar bekor bo'larkan, so'mni yevroga almashtirishar ekan degan gaplarga sabab bo'ladi. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda biror rasmiy jumla kontekstdan uzib olinadi. Ustiga vahimali sarlavha qo'yiladi va odamlar shoshilib pul almashtirishga yuguradi. Oldin qanday edi? Ko'p yillar davomida odamlar o'z jamg'armasini asosan dollarda saqlashga o'rganib qolgan. Kimdir uy olmoqchi bo'lsa dollar hisoblaydi. Mashina bozorda dollar eshitadi. Chet elda ishlaydigan farzand pul yuborsa ko'pincha dollar yoki rubl orqali yuboradi. Yevro esa nisbatan kamroq ishlatilgan, asosan Yevropa bilan savdo qiladigan tadbirkorlar, talaba jo'natadigan oilalar, turizm, davolanish yoki import bilan shug'ullanuvchilar uchun muhim bo'lgan. Endi nima o'zgardi? Jahon iqtisodiyoti yevroning roli, dollar kursi, Rossiya rubli, Xitoy yuani, oltin narxi va xalqaro to'lov tizimlari o'rtasidagi muvozanat o'zgarib boryapti. Markaziy banklar, jumladan bizning Markaziy bank ham xalqaro zaxiralar, valyuta xatarlari va tashqi savdo hisob-kitoblarini doim kuzatadi. Agar Markaziy bank yevro haqida bayonot bersa, bu avtomatik ravishda ertaga so'm bekor bo'ladi degan emas. Bu ko'pincha zaxiralar tarkibi, kurs shakllanishi, banklararo operatsiyalar, xalqaro to'lovlar yoki aholiga ogohlantirishi bilan bog'liq bo'ladi. Men birinchi navbatda sizga 3 ta tushunchani ajratib olishni tavsiya qilaman. Milliy valyuta, chet el valyutasi va kurs riski. Milliy valyuta bu so'm. Davlat ichida asosiy qonuniy to'lov vositasi shu. Chet el valyutasi bu dollar, yevro, rubl, yuan va boshqalar. Kurs riski esa bugun 1 yevro bir narxda bo'lib, bir oy yoki bir yil o'tgach boshqa narxda bo'lib qolishi. Misol uchun, sizda 1 million so'm bor. Siz yevro ko'tariladi degan gapni eshitib, hammasini yevroga almashtirdingiz. Aytaylik, bankda 1 yevro 12800 so'm bo'ldi va siz taxminan 724 yevro oldingiz. Keyin bir oy o'tdi. Yevro 12300 so'mga tushdi. Siz pulingizni qayta so'mga aylantirsangiz, taxminan 9.629.000 so'm olasiz. Ustiga bankning sotib olish va sotish kursi farqini ham qo'shing. Natijada hech qanday islohot bo'lmasa ham, shunchaki shoshqaloqlik bilan 300-500 ming so'm yo'qotishingiz mumkin. Endi boshqa vaziyatni olaylik. Sizning farzandingiz Germaniyada o'qiydi, kontrakti yevroda, yotoqxona to'lovi yevroda, kundalik xarajat ham yevroda. Siz har oy unga 700 yevro yuborasiz. Mana siz uchun yevro kursi juda muhim. Agar kurs 12 million so'mdan 1 trillion so'mga ko'tarilsa, 700 yevro yuborish uchun oldin 9 million 1 ming so'm kerak bo'lgan bo'lsa, endi 9 million 900 ming so'm kerak bo'ladi. Farq 70 ming so'm. Demak, yevro kursidagi o'zgarish ayrim oilalar byudjetiga juda kuchli ta'sir qiladi. Yana bir misol, tadbirkor Italiyadan uskunalar olib keladi. Uskuna narxi 20 ming yevro. Agar shartnoma tuzilgan paytda yevro 12200 so'm bo'lsa, uskunaning so'mdagi qiymati 264 million so'm. To'lov kuni yevro 14 ming so'mga chiqsa, ayni uskunani olib kelish 280 million so'mga tushadi. Faqat kurs o'zgarishi tufayli 16 million so'm qo'shimcha xarajat paydo bo'ladi. Tadbirkor bu xarajatni o'z foydasidan yopadimi yoki mahsulot narxiga qo'shadimi? Ko'p hollarda narxga qo'shadi. Shuning uchun valyuta kursi nafaqat pul almashtiradigan odamga, balki bozordagi oddiy xaridorga ham ta'sir qiladi. Endi kimlar ko'proq xavotir olish kerak?
Birinchidan, yevroda kredit yoki majburiyati borlar. Agar siz bankdan yevroda kredit olgan bo'lsangiz, daromadingiz esa so'mda bo'lsa, siz valyuta riskiga ochiq turibsiz. Ikkinchidan, Yevropadan tovar import qiladigan tadbirkorlar. Uchinchidan, Yevropada o'qiyotgan yoki yashayotgan yaqinlariga pul yuboradigan oilalar. To'rtinchidan, jamg'armasining katta qismini bitta valyutada saqlayotganlar. Chunki bitta savatga hamma tuxumni solish moliyaviy jihatdan xavfli. Kimlar unchalik xavotir olmasligi kerak? Agar sizning daromadingiz so'mda, xarajatingiz so'mda, kreditingiz so'mda, bolangiz O'zbekistonda o'qisa, kundalik hayotingiz ichki bozor bilan bog'liq bo'lsa, yevro kursi sizga bilvosita ta'sir qiladi. Lekin ertalab uyg'onib, hamma pulingizni almashtirish darajasida vahima qilish shart emas. Siz uchun asosiy masala inflyatsiya, oziq-ovqat narxi, ish haqi va jamg'armani to'g'ri saqlashdir. Markaziy bankning yevro haqidagi bayonotini qanday tushunish kerak? Men bunday bayonotlarni o'qiganda doim 3 ta savol beraman. Birinchisi, gap aholi valyutasini majburiy almashtirish haqida ketayaptimi? Ikkinchisi, bank tizimida cheklov yoki yangi tartib joriy qilinyaptimi? Uchinchisi, bu faqat kurs, zaxira yoki xalqaro hisob-kitob bo'yicha izohmi? Aksariyat hollarda gap uchinchi masala haqida bo'ladi. Ya'ni Markaziy bank bozorini tushuntiradi. Valyuta kursi qanday shakllanishi, tashqi omillar qanday ta'sir qilishi, banklarning operatsiyalari qanday yurishi haqida ma'lumot beradi. Bu odamlar vahima qilib eski pullarni almashtirish kerak degani emas. Pul islohoti deganda ko'pchilik faqat eski pul bekor bo'ladi deb tushunadi. Aslida pul islohoti turli ko'rinishda bo'lishi mumkin. Denominatsiya bo'lishi mumkin, ya'ni nollar qisqaradi. Masalan, 10 ming so'm yangi tartibda 10 so'mga tenglashtirilishi mumkin. Lekin bu holatda ham odatda ma'lum muddat eski va yangi pullar parallel yuradi. Banklar almashadi. Davlat oldindan rasmiy e'lon qiladi. Yashirincha bir kechada. Hech qanday qonun va qarorsiz amalga oshiriladigan jarayon emas. Valyutani butunlay almashtirish esa undan ham murakkab masala. Iqtisodiy siyosat, qonunchilik, byudjet, bank tizimi, pensiya, ish haqi, narx belgilash shartnomalar. Sud qarorlari, soliq hisob hammasini o'zgartirish kerak bo'ladi. Bunday jarayon mish-mish bilan bo'lmaydi. Endi eng muhim tuzoqlar haqida gaplashamiz. Birinchi tuzoq, kurs ko'tarildi, demak yana ko'tariladi degan fikr. Bozor hech qachon bir chiziqda harakat qilmaydi. Yevro bugun ko'tarilsa, ertaga tushishi mumkin. Yevro kursiga faqat O'zbekiston ichidagi holat emas, Yevropa Markaziy banki foiz stavkalari, AQSh dollar kuchi, energiya narxlari, geosiyosiy vaziyat, eksport, import balansi, investorlar kayfiyati ham ta'sir qiladi. Oddiy fuqaro bu omillarning barchasini kunlik hisoblab chiqa olmaydi. Shuning uchun shoshilinch va hissiyotga asoslangan qaror xavfli. Ikkinchi tuzoq, bank kursi bilan qora bozor yoki Telegramdagi kursni aralashtirish. Rasmiy bank kurslari aniq bank operatsiyalari uchun xizmat qiladi. Naqd valyuta sotib olish va sotish kurslari orasida farq bo'ladi. Masalan, bank yevroni 10.600 so'mdan sotib olib, 12.900 so'mdan sotishi mumkin. Siz bir kunda olib sotsangiz, yevro kursi o'zgarmasa ham farqdan yutqazasiz. Men 1000 yevro oldim, bir hafta kutaman. Foyda qilaman degan odam avval shu spreadni yopishi kerak. Faqat kurs shu farqdan ko'proq ko'tarilsagina u foyda ko'rishi mumkin. Uchinchi tuzoq, firibgarlar, valyuta pul islohoti, bank omonati, maxsus kurs. Faqat bugun almashtirib beramiz kabi gaplar ko'payganda firibgarlar ham faollashadi. Sizga kimdir Markaziy bankda tanishim bor, yevro ertaga uchadi, pulingizni menga bering desa, bu juda katta xavf signali. Yoki eski so'mlar bekor bo'ladi, komissiya evaziga yangi pulga almashtirib beramiz desa, bu ham firibgarlik bo'lishi mumkin. Pul almashish faqat litsenziyaga ega banklar yoki rasmiy ayirboshlash shoxobchalari orqali qilinadi. To'rtinchi nozik jihat, omonat valyutasi. Ko'pchilik so'mdagi omonat foizi katta, lekin yevro barqaror deb o'ylaydi. Masalan, so'mdagi omonat yillik 20%, yevrodagi omonat 3% bo'lishi mumkin. Agar so'm bir yil davomida yevroga nisbatan 10% qadrsizlansa, so'mdagi omonat hali ham foydaliroq bo'lishi mumkin. Lekin agar yevro 25% ga oshib ketsa, yevro saqlagan odam yutishi mumkin. Demak, bu yerda yagona javob yo'q. Qaror sizning maqsadingizga bog'liq. Pulni qachon ishlatasiz? Qaysi valyutada xarajat qilasiz? Xavfni qanchalik ko'tara olasiz? 5-jihat, narxlarning dollarlashuvi yoki yevrolashuvi. Ba'zi tadbirkorlar tovarni dollarda oladi, ayrimlar yevroda oladi, lekin xaridorga so'mda sotadi. Agar valyuta kursi o'ynasa, ular narxni oldindan yuqoriroq qo'yishi mumkin.
Masalan, do'kondor videorolik ehtiyot qism olib keladi. Bugun yevro 13.500 bo'lsa, tovar tan narxi 1 million 300 ming so'm. Lekin u keyingi partiyani 11.200 so'mdan olishi mumkin deb o'ylab, narxni 1 million 600 mingga qo'yadi. Bu inflyatsion kutilma deyiladi. Ya'ni narxlar nafaqat real xarajatdan, balki odamlarning ertangi kun haqidagi qo'rquvdan ham ko'tariladi. 6-jihat kredit tanlash. Agar sizning daromadingiz so'mda bo'lsa, valyutada kredit olishdan oldin juda ehtiyot bo'ling. Aytaylik, siz 10 ming yevro kredit oldingiz. Kurs 10 uchun bexus bo'lganda qarzingiz 1.35 million so'mga teng. Agar kurs 10 bo'lsa, qarzingiz so'm hisobida 1 millionga chiqadi. Siz bankka yevroda to'laysiz. Bank sizdan so'mni o'sha kundagi kurs bo'yicha hisoblab olishi mumkin. Maoshingiz esa kurs bilan birga avtomatik oshmaydi. Shu sababli valyuta krediti faqat daromadi ham o'sha valyutada bo'lganlar uchun nisbatan mantiqli. 7-jihat hujjatlarga e'tibor. Tadbirkorlar shartnomada to'lov valyutasi, kurs kuni, oldindan to'lov, jarima, force majeure kabi bandlarni juda aniq yozish kerak. Oddiy oilalar ham uy-joy, mashina, katta xarid qilganda kelishuvni faqat og'zaki qilmasin. 10 ming yevroga kelishdik deyish oson, lekin to'lov so'mda bo'ladimi? Qaysi kundagi kurs olinadi? Bank kursimi yoki markaziy bank kursimi? Bo'lib to'lashda kurs o'zgarishi kimning zimmasida bo'ladi? Bular yozilmasa keyin janjal chiqadi. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, vahima qilmasdan o'z moliyaviy holatingizni yozib chiqing. Qog'ozga yoki telefondagi jadvalga 3 ta ustun qiling. Daromadlar, xarajatlar, majburiyatlar. Daromadingiz qaysi valyutada? Xarajatingiz qaysi valyutada? Kreditingiz yoki qarzingiz qaysi valyutada? Agar hammasi so'mda bo'lsa, valyuta bo'yicha riskingiz pastroq. Agar xarajat yevroda bo'lsa, masalan, kontrakt yoki import, unda oldindan reja kerak. Ikkinchi qadam, zaxira pulni bo'lib saqlang. Men hech qachon oddiy oilaga hamma jamg'armani bitta valyutada saqlashni tavsiya qilmayman. Agar sizda 30 million so'm jamg'arma bo'lsa, uni maqsadga qarab bo'lish mumkin. Masalan, 3-6 oylik kundalik xarajat uchun so'mda qoldiring. Chunki non, kommunal, transport, dorixona so'mda. Agar kelajakda chet elda o'qish yoki davolanish bo'lsa, kerakli qismini yevro yoki dollarda saqlash mumkin. Agar katta xarid O'zbekistonda bo'lsa, hammasini yevroga aylantirish shart emas. 3-qadam, faqat rasmiy manbalarga qarang. Markaziy bankning rasmiy sayti, banklarning rasmiy ilovalari, rasmiy axborot agentliklari va bank ofislaridagi ma'lumotlarga tayaning. Telegramdagi noma'lum kanalda ertaga pul almashadi degan xabar chiqsa, darhol ishonmang. Rasmiy qaror bo'lsa, u qonuniy hujjat, markaziy bank bayonoti, hukumat qarori yoki banklar orqali ochiq e'lon qilinadi. 4-qadam. Bankka borishda hujjatlarni tayyorlang. Agar siz valyuta ayirboshlamoqchi bo'lsangiz, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ya'ni pasport yoki ID karta kerak bo'lishi mumkin. Agar katta summa bo'lsa, bank pul manbasi bo'yicha savol berishi mumkin. Bu sizni ayblash uchun emas, moliyaviy monitoring talabi uchun. Agar tadbirkor bo'lsangiz, import shartnomasi, invoice, to'lov topshiriqnomasi, bojxona hujjatlari, bank hisob varag'i ma'lumotlari kerak bo'ladi. Agar farzandingizga o'qish uchun pul yuborayotgan bo'lsangiz, universitet shartnomasi, hisob faktura, talabaning pasport ma'lumotlari va qabul hujjatlarini tayyorlab qo'ying. 5-qadam, shartnomalarda kurs bandini yozing. Masalan, siz kimdandir xizmat sotib olyapsiz va narx yevroga bog'langan. Shartnomada shunday yozilishi kerak: to'lov so'mda amalga oshiriladi. Hisob-kitob markaziy bankning to'lov kunidagi kursi bo'yicha qilinadi yoki aksincha oldindan belgilangan kurs bo'yicha hisoblanadi. Eng muhimi, ikkala tomon ham oldindan bilsin. Og'zaki kelishuv keyinchalik men boshqacha tushungandim degan nizoga olib keladi. 6-qadam, valyuta kreditini qayta ko'rib chiqing. Agar sizda yevro yoki dollarda kredit bo'lsa, bankka borib, kreditni so'mga konvertatsiya qilish imkoniyati bormi? Muddatni uzaytirish mumkinmi? Foiz stavkasi qanday o'zgaradi? Oldindan to'lovda jarima bormi? Shularni so'rang. Bank xodimidan og'zaki emas, yozma hisob-kitob so'rang. Masalan, agar bugun kreditni so'mga o'tkazsam, oyga qancha to'layman? Jami ortiqcha to'lov qancha bo'ladi? deb aniq savol bering. 7-qadam, omonat tanlashda faqat foizga qaramang. Omonat muddatidan oldin yechish sharti. Foizlar saqlanadimi yoki kuyadimi? Bankning ishonchliligi, valyuta turi va sug'urta kafolatlarini tekshiring. Agar pulni 3 oy ichida ishlatishingiz kerak bo'lsa, 1 yillik yopiq omonatga qo'yish noqulay bo'lishi mumkin.
Agar pul yevroda kerak bo'lsa, so'mdagi yuqori foiz sizni kurs riski oldida himoyasiz qoldirishi mumkin. 8-qadam, yirik xaridni shoshilinch qilmay, 2 marta hisoblang. Masalan, siz mashina yoki kvartira olmoqchisiz. Sotuvchi narxni yevro yoki dollarga bog'lab aytyapti. Siz undan yozma narx, to'lov sanasi, kurs manbasi va to'lov tartibini so'rang. Agar narx bugun 2000 ming yevro deyilgan bo'lsa, bir oy keyin kurs o'zgarganda qancha so'm to'laysiz? Agar boshlang'ich to'lov qildingiz, qolgan summa qaysi kursda hisoblanadi? Buni oldindan bilmasangiz, keyin byudjetingiz buziladi. 9-qadam. Oilaviy byudjetda valyuta ssenariysi qiling. Men oddiy usulni tavsiya qilaman. Agar yevro 5% oshsa nima bo'ladi? 10% oshsa nima bo'ladi? 15% oshsa nima bo'ladi? Masalan, siz oyiga 500 yevro yuborasiz. Kurs 10.500 bo'lsa, 6.720 ming so'm. Kurs 10.500 bo'lsa, 7.220 ming so'm. Farq 500 ming so'm. Shu farqni qayerdan qoplaysiz? Oldindan bilsangiz, qaror ham tinch bo'ladi. 10-qadam, yangilikni hissiyot bilan emas, savol bilan o'qing. Markaziy bank yevro haqida shok bayonot berdi degan sarlavhani ko'rsangiz, darhol o'zingizdan so'rang, bu bayonotda aniq qaror bormi yoki faqat izohmi? Sanasi qachon? Manba rasmiy emasmi? Unda aholiga majburiyat yuklanyaptimi? Agar javob yo'q bo'lsa, demak sarlavha sizning e'tiboringizni tortish uchun bo'rtilgan bo'lishi mumkin. Men mutaxassis sifatida shuni aytaman. So'mni tashlash, hamma pulni yevroga o'tkazish. Uyda naqd valyuta yig'ish yoki mish-mish asosida omonatni buzish eng xavfli qarorlardan. To'g'ri yondashuv boshqacha riskni bo'lish, rasmiy ma'lumotga tayanish, shartnomani aniq yozish, bank bilan huquqiy asosda ishlash va o'z maqsadingizga mos valyuta tanlash. Bugungi mavzudan asosiy xulosa shuki, hozircha so'mdan voz kechish haqida rasmiy qaror yo'q, yevro haqidagi bayonotlarni esa vahim emas. Iqtisodiy signal sifatida tushunish kerak. Yevro kursi ayrim oilalar va tadbirkorlar uchun juda muhim, lekin bu hamma odam darhol pulini almashtirishi kerak degani emas. Kimda yevroda xarajat, kredit yoki shartnoma bo'lsa, u oldindan hisob-kitob qilsin. Kimning hayoti asosan so'mda bo'lsa, u jamg'armani oqilona bo'lib saqlasin va firibgarlardan ehtiyot bo'lsin. Sizning fikringiz men uchun juda muhim. Siz so'mda saqlaysizmi, dollardami? Yevrodami yoki aralashmi? Izohlarda yozib qoldiring. Birga muhokama qilamiz. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki pul masalasida eng katta himoya bu vahim emas, bilim va aniq reja.